Do'stlar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda get rejimizmi qilamiz. Qani ketdik. Hozir kiprigimda tush bor. O'shaning uchun hozir bu tushlarni o'chirib olishim kerak. Do'stlar, kiprigimdagi hamma tush ketdi. Bu ko'zimni tomirlarini mana shu kipriklarni yopishtiraman. Mana shu 10 dan menimcha 9 dan yopishtirsam kerak. Ko'ramiz. Sizlarga bir narsa aytaman. Har doim kiprik yopishtirishdan oldin birinchi kipriklarni qayirib olinglar. Keyin tushinglar ham bo'lmasin. Bo'lmasa juda ham g'alati ko'rinib qoladi. Kiprik bilan o'zingizlar kiprigingizda tush bo'lsa, juda ham g'alati. Mana shunday qilib qayirib olib, keyin kiprikni qo'ysanglar, oson qo'yiladi. Mana do'stlar, kiprigim mana shunaqa bo'ldi. Menimcha yaxshi turibdi. Endi hozir tez sochimni qilishim kerak. Ya'ni jingalak qilaman hozir. Do'stlar, mana shunaqa kichkinagina mini dazmolchada hozir jingalak qilaman sochimni. Sochimizni tarab olamiz. Sochimni o'zi kechqurun yuvdim. Kechqurun emas, kechki payt yuvdim. Keyin jingalak qildim, jingalak tushib ketdi, qaranglar. Mana buni qarang turishini. Endi hozir qaytadan jingalak qilib olamiz. Men o'sha sochlarimni jingalak qilib, cho'lkalarimni gladka qilib oldim. Mana shunaqa hozir men sochimni yoyaveraman, bundoq qilib. Hozircha shunaqa tursin. Chunki anaqa tez tushib ketadi demak ekan, issiq paytida yoyib olsanglar tez tushadi, o'shaning uchun shunaqa qilib oldim. Hozir anaqani surolamiz yaltiroq. Mana shundanmi, bundanmi? Короче, men kiyinib oldim уже. Shunaqa zireylarimni ham taqib, hamma narsani taqib oldim. Endi hozir уже to'yga ketamiz. Пока. Agar bu get rejim sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xayr. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no.
I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, it makes it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Picket fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. ovqat bo'lsa ovqatsoyi kirgandan lekin Oh, you got me chasing waterfall. o'zimiznikilar olib ketsak bo'ladi. Yo'lda chaqirishlar. Doppler. Mahsulot. Ishtahalar ochiladi bu yoqqa kelsinlar-da xonim soqollar o'tiribdi. Noriga yem ketib ketdi. Xonim hali yem ketib bo'ladi. Kelib yeb ketsanglar bo'ladi. Mana o'sha ayol, taniqli ayol. Tashlik. Suvenirlar. Olma qand. Zinadagi tosh qaranglar. Va chiroyli. Sabzavotlar. Ya. Men faqat yeri go'sht so'raman do'stlar. Bozor. Bash piyola yoqadi. 5 pulga oyi. Kimsafilar. Mini archalar. Shunigina qaranglar. Katta gullar. Do'stlar. Bu yerga ekiladiganlar-ku, menimcha. Otta go'zal. Har xil rang, har xil. Menga ham siyoh rang yoqdi. Menga sariq. Voy, menga hammasi yoqdi. Rasman qahva ketsin. Zora. Ana shaharga olgan sariq bor-ku. Ichkaridagilarmi? Ana bu yoqda sariq. Dahshatga qara. Tilla qoshlari bilan qara. Chiroyli. Bunaqa yoqmaydi. Aynan shunaqasi men oq yoqadi. Oqlar bor-ku. Anorli. Mamni kelin salonga kiysa bo'ladi. Tepadeganimi? Zo'r ekan. Meni odimdan olasan. Ziyoda emas.
Вообще dahshat ekan. Mana shundan olish kerak ekanda. Anu mana? Ashumi. Sumkachalarni qarasanchi. Qanaqa sumka? Mana ribzat. O'zimizdan milliy hammasi. Men qidirayotgan korset qayerga ketib qoldi? Tushunmadim. Mana qara. Shunday buni kelsalam katta o'zi. Chorsu bozoriga kelsangiz mazali. Nima narsalar bor? Kiyim ham bor, oziq-ovqat ham bor, bu yerda sabzavot ham bor. Hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Endi qayerga ketamiz? Naryoqda emasmidi? Biz boya qayerdan keldik o'zi? Yo'q, nariyoqqa yurishimiz kerak. Yur. Biz mana shunaqa klina oldik, ya'ni gulvatda. Oyimga 4 ta oldingizmi oyi? 4 ta oldim. Buni uyga yeydilar endi, g'archillada. Ko'zini kirib ko'ramiz, menga korset qidiramiz. Do'stlar, qaranglar, уже qorong'i bo'lyapti. Уже qorong'i bo'lib ketdi, qaranglar. Lekin biz hali ham Chorsudamiz, ishlarimiz ozgina bitmay qoldi. Hozir уже ketamiz. Biz mana shunaqa kolbasalar oldik. Hozir Chorsudamiz. Shunaqa ko'cha juda ham sovuq. Biz havasga keldik, o'zimiz tarafdagi narsalar olamiz, ketdik. Qaranglar, buni olgan oyimni kesaklari. Oyim mazza qildilar. Menga ham yoqadi, lekin buni yesam tishim orasiga kirib qoladi-da. Asabim buzib chiqmaydi umuman. Mana shunaqa. Biz hozir choy ichib oldik, do'stlar. Hozir endi oshxonalarni yig'ishtirishim kerak. Sizlar bugun qayerlarga borganimizni, nimalar qilganimizni hammasini video davomida ko'rdinglar deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lasizlar. Endi biz shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Agar bu videom sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kolokольчик bosib ketishni unutmanglar, do'stlar. Xayr, sog'lom bo'linglar. Keyin Jasmina Vines01 deb yozsanglar Instagramga, meni akkauntim chiqib keladi o'zi. Kumush knopka bilan tushgan rasmim, o'shanga bosinglar. 12700 tami obunachim bor. O'sha men o'zimning shaxsiy akkauntim bo'ladi. Qolganlar chunki menda 3-4 ta fake akkauntlar ochilib ketgan. O'shaning uchun o'sha Instagram kanalimga ham obuna bo'lib ketishni unutmanglar, do'stlar. Bay bay.